Farhod aka, hozir sahar o'lchash uchun venani teshib qon topshirish yoki barmoqlarni teshib glyukometr yordamida o'lchash shart emas. Endilikda zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, bundanda osonroq yechimlarni qilish mumkin. Masalan, glyukoza monitori. Glyukoza monitori bu qo'llarga o'rnatiladi, maxsus datchik qondagi qand miqdorini o'lchab, smartfonga uzatadi. Har 5 daqiqada bizga qondagi qand miqdori haqida ma'lumot beradi. Va bu bir marta emas, balki har 5 daqiqada bo'lib soatiga 12 marta, sutkasiga ko'p marotaba qand miqdorini o'lchab uzatadi. Va sutka davomidagi natijalarni bilib, nima qand miqdoriga qanday ta'sir qilayotganligini bilib olishingiz mumkin. Laboratoriyada venadan qon topshirib yoki glyukometr yordamida barmoqlarni teshib qand miqdorini o'lchasangiz, siz ayni paytdagi qand miqdorini bilasiz. Ammo glyukoza monitori butun sutka, butun hafta, butun oy, kerak bo'lsa butun yil davomidagi qand miqdorini o'lchab, natijalarni sizga beradi. Va bu davomiy olingan natijalarni tahlil qilish sizni o'zingizga va shifokoringizga to'g'ri davo taktikasini tanlashga juda ham katta yordam beradi. Sizni yoki yaqinlaringizni diabet qiynayaptimi? Ularni qondagi qand miqdorini doimiy kuzatib yurishga ehtiyoj bormi? Va siz bu usuldan foydalanmoqchimisiz? Unda kommentariyada diabet so'zini yozib qoldiring va biz siz bilan bog'lanamiz. Ushbu videoni diabeti bor tanishlarga yuborib qo'ying.